u Alloh buyurgan narsani sira ado etmadi. Endi inson o'zining taomiga ibrat ko'zi bilan quyidagi ne'matlarimizga bir boqsin. Biz osmondan suvni mo'l yog'dirdik. So'ngra yerni giyohlar unsin deb yordik. So'ngra biz unda donlarni undirdik. Uzum va ko'katlarni, zaytun va xurmolarni, qalin daraxtzor bog'larni, meva-yu giyohlarni ham. Bularni sizlarning va chorva hayvonlaringizning iste'moli uchun yaratdik. Bas qachonki quloqlarni kar qiluvchi chinqiriq kelganda, sur ikkinchi marta chalinganda, o'sha kuni kishi o'z birodaridan qochur